Neftchidan keyin eng ko'p gol urgan jamoa aynan Paxtakor hisoblanadi. Uchrashuvga start berildi. Alijonov qarama-qarshi qanotga to'p yetkazildi. Paxtakor hujumda uzoqdan zarba ko'ramizmi? Ko'rdik zarba. Darvoza to'siniga to'p tegyapti. İlk jiddiy xavfli vaziyatni ko'rdik hozir. Hojimat Erkinov, Hojiakbar Alijonov, Paxtakor vakillari ko'pchilik bo'lib oldinga o'tishyapti. Chap qanotda ham bo'shliq bor. Uzatma amalga oshiriladi. Aynan mana shu qanotga xavfli vaziyat, jarima maydonchasi tomon zarba va gol! 11-daqiqada hisob ochilyapti. Rustam Turdimurodov gol muallifi. Chiroyli kombinatsiya va she'rlar chiroyli gol bilan hisobni ochmoqda. Reaksiyasi ko'rsatib berildi. Kayfiyati ofsayd yo'q bu yerda. Mana bu epizodda ham biroz ko'rish kerak. Aynan Oybek Bozorovdan menimcha orqaroqda edi Turdimurodov. Yana chiziq tortiladi, ko'ramiz. Bu yerda Bozorovdan tortiladi chiziq. Gol inobatga olinadimi yoki yo'q? Firdavs Nursafarov barda ishlayapti. Rustam Turdimurodov to'pni o'yinga kirityapti. Xavfli vaziyat, Lokoda imkoniyat, zarba ko'ramizmi? Zarba va bu epizodda keyinroq Senegalga ham yirik hisobda imkoniyatni boy berib qo'ydi. 5-0. Muvaffaqiyatsiz qatnashdi qutqadoshlarimiz ham. Navbatdagi hujum Paxtakorda yaxshi imkon yuzaga kelish mumkin. O'tib ketayotganda hoppa, zarba bor va to'p darvozaga aniq bormadi. Hojimat Erkinovga nisbatan qoida buzilmagan mana. Hakam qarori shunday. Ilya Yelichich, Ali Abdurahmonov, Jafar Bahodirovlar gol kiritdi. Umumiy ikki jamoa safida. Paxtakorning navbatdagi hujumi chap qanot orqali tashkil etilyapti. Jarima maydonchasiga pas yeta olmadi. Oybek Bozorov to'p oldiga boryapti. O'zlariga o'zlari sovg'a tayyorlashmoqchi har ikki jamoa ham. Hozircha ayni damda ular yubileyga yaxshi kayfiyatda borishmoqchi va Lokoda zarba! Quvvatov to'pni qaytaryapti. Emaklab yurib zarba yo'lladi. Emaklab yurib shuncha zarba yo'llayapman. Agar tik turganimda 5 ta 6 ta gol urardim deb. Qarang qanaqa o'tib ketyapti. Birinchi raqib, ikkinchi raqib. Hop. Mana zarba ham yomon chiqmadi. Lokomotivda ham bir imkoniyat xatoga yuzaga keldi. Paxtakorda yo'llangan zarba esa noaniq chiqdi. Abdulloh Yo'ldoshev to'p o'yinga kiritildi. Shuhrat Muhammadiyev markazlashyapti. Yaxshi kombinatsiya. Lokomotiv hujumlari xavflilashib boryapti. Uzoqdan zarba! To'p darvoza to'siniga tegmoqda hozir. Yana bir hujum. Quvonchbek Abrayev chiroyli tarzda jarima maydonchasiga kirdi. Ichkariga pas va Paxtakor himoyachilar to'pni uzoqlashtirishdi, lekin to'laligicha emas, davom etadi. Lokoning hujumi, zarba va hisob o'zgarishiga sal qoldi. Bir baqiya qoldi. Passiv harakat qildi Paxtakor vakillari. Mana takroran ko'raylik. Juda bo'sh o'ynadi Paxtakor futbolchilari. Oddiy epizod gol bilan tugashi mumkin edi. Tag'in ham yakunda yo'nalishni o'zgartiribdi Hojiakbar Alijonov. Yakunda mana bu zarba yo'nalishini aniqrog'i Turopov va Shodiyor Shodiboyevlar o'yinga qo'shilyapti. Lokoda yo'q, Shodiyor Shodiboyev va Diyorjon Turopovlar o'yinga tushirildi. Quvonchbek Abrayev va Muhammadali Rahimovlar zaxiraga olindi. Lokoda oldingi chiziqda uzatma amalga oshiryapti. Lokomotivda yaxshi imkon yuzaga kelish mumkin. Zarba ko'rib olishimiz ham mumkin. Yo'q, zarba yo'llanmadi. Ortga pas o'tkazib yuboryapti temir yo'lchilar va davom etadi hujum.
Suhrob Nurullayev ichkariga pas, zarba va hisob o'zgarmoqda. 1-1. Lokomotiv muvozanatni tikladi. Yana bir lahzaga Paxtakor himoyasi uxlab qoldi va Shodiyor Shodiboyev biroz avvalroq maydonga tushgan futbolchi gol kirityapti. Paxtakor mudofaada bugun ochig'ini aytish kerak, unchalik ham ishonchli o'ynay olmadi. 1-1. Shodiyor Shodiboyev biroz oldinroq maydonga tushgandi. 61-daqiqada. 2 daqiqa o'tib gol uryapti. Hydration break, cooling break ishlatishingiz mumkin. Turli so'zlarni offside yo'q edi. Yelkasi bilan gol uribdi. Shodiboyev, Shodiyor shodlik ulashdi Lokomotiv muxlislariga. Suhrob Nurullayevdan uzatma. Mana qarang. Hopa. 1-1. Paxtakor endi katta kuch bilan oldinga o'tadi. Bu hisobga rozi bo'lmaydi sherlar. Mudofaa chizig'ini hosil etgan ayni lahzalarda yorib kirdi Paxtakor. Dostonbek Hamdamov ichkariga pas. Super zarba ko'rdik-ku, ammo to'p darvozaga aniq bormadi. Stefan Chinedo kiritilgan goldan keyin Paxtakor faul o'tkazib yuborilgan goldan keyin Paxtakor faullashdi. Mana boyagi epizod. Jahon chempionatida ish bermaganligini oxirgi Argentina Angliya uchrashuvi ham ko'rsatdi. Loko bunday xatoga yo'l qo'ymoqchi emas. Paxtakor esa hujum tashkil etmoqda. Chinedo zarba, Steven Chinedo deydi. Kimdirlar Stefan deydi. Lokomotiv futbolchilari oldinga o'tishyapti. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba yo'llandi. Chiroyli zarba. Temir yo'lchilarning navbatdagi hujumi 4 nafar Lokomotiv futbolchisi oldinga o'tdi. Jasurbek Yaxshiboyev ochiq. Yaxshiboyev tomon pas. Jasurbek yeta olmadi to'pga. Lokomotivda. Oyoqning tashqi qismi bilan uzatma amalga oshirilgan. Navbatdagi hujum. Jasurbek Yaxshiboyev. Zarba! Darvozabon to'pni egallab oldi. Yaxshiboyev. Lokomotivda imkoniyat. Jarima maydonchasiga uzatma amalga oshirildi. Xavfli vaziyat. Zarba! Darvozabon Sanjar Quvvatov to'pni egallab olmoqda. Jarima maydonchasi tomon pas. Xavfli vaziyat. Chinedo to'pni saqlab qola oldi maydonda. Chiziqni tark etmabdi. Lokomotiv butun jamoa bo'lib mudofaaga urg'u qaratyapti. Paxtakor esa hujumda. Mana bu zarba esa mutlaqo o'xshamadi. Hojiakbar Alijonov sardorlik bog' ichida harakat qilyapti. Bu imkoniyatdan foydalana olsa ichkariga uzatma, xavfli vaziyat davom etadi hujum. Zarbagacha yetib bormadi. Imkoniyat Lokoda. Paxtakor himoyachilari bir amallab to'pni uzoqlashtirishmoqda. Uzoqdan zarba noaniq. Hakam o'yinni to'xtatmoqchi emas. Ruxsat beryapti Ilgiz Tantashev va keyinroq qoida buzildi. Bo'ldi. Ayni mana shu pallada Ilgiz Tantashev hushdagi yangradi va O'zbekiston Superligasi 12-turdan o'rin olgan qiziqarli qarama-qarshilik yakunlandi. Toshkent derbisida Murosa ko'chasi tanlandi. 1-1.